Sergeli Qumariq maqsadida shunday tushib kelganda, katta ko'chadan taxminan 20 metr atrofida kiriladi. Mana bitta uchastkamiz sotuvga qo'yilyapti. Fasadi taxminan 32 metrga, ichkariga 20 metr bo'ladi. Taxminan shunaqada sotilyapti. U narxini $28,000 bir sotuga deb turilibdi. Yana ustida ozgina o'tib beriladigan joylari bor. Bu joyning qiziq tomonlaridan biri kanalizatsiya qismlari bor. Vodoprovod suvlari kirgan. Tomlari esa atsinkovka tunukalardan yopilgan. Mana ikkita mashina qo'yish uchun joylari ham yetarli. Navis qilib qo'yilgan. Bu esa to'g'ridagi xonamiz, oshxona qismimiz bo'ladi. Bu asosan qurib sotuvchilar uchun, kartoshka qurib sotuvchilar uchun juda yaxshi variant. Bu yoqqa kirganimizda 6 ta xona, ichkarilarini ko'rsatmaymiz xonasini, lekin yangidan qilingan uy tomlari tunukadan, atsinkovka tunukadan yopilgan, vodoprovod suvlari kelib turibdi. Bu qurib sotuvchilar uchun juda zo'r variant. Mana ichkariga ko'rishingiz mumkin. 4 ta kottejni bemalol sig'dirsa bo'ladi. Sheparning tugashigacha hovli qismimiz bo'ladi. Devorlar olinmagan. Bu kvartiramiz faqat naqdga sotilyapti. Ipoteka subsidiyaga, bo'lib to'lashlarga berilmaydi. Bundan yaxshi variantlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Eng qiziq tomonini aytib o'tmoqman. Bu Qumariqning mostining hech qanaqa sassig'i kelmaydi. Xohlagan paytda kelib turib ko'rib ketishingiz mumkin. Abitda deysizlarmi, kechki paytmi 2-3 martadan kelib ketishingiz mumkin. Bo'lmasa qo'shnilardan so'rab ko'rasizlar. Hech qanaqa bu yoq mostning sassig'i kelmas ekan. Biz so'rab ko'rdik. Egasi ham shunaqa deb aytdi. Yana o'zingizlar bir kelib so'rab surishtirib olasizlar. Bundan yaxshi variantlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Uy qidirib yurgan yoki kartoshka qurmoqchi bo'lgan tanishlaringizga yuborib qo'ying.